Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Argentinaning Buenos Airesdagi kishilik huquq va demokratiyani qo'g'dash tashkiloti CADAL, ya'ni Latin Amerikani echish va taraqqiy qildirish markazining 2026-yillik Graciela Fernandez Mejidi kishilik huquqni qo'g'dash mukofoti yig'iniga qatnashqili kelgan qurultay hay'atining faoliyati davom qilayotgan bo'lib, bu yig'inda 23 avgust kuni turmadagi tutgan Uyg'ur ma'rif tadqiqotchisi va yozuvchi Yalqin Rozaga 2026-yillik Graciela Fernandez Mejidi kishilik huquqni qo'g'dash mukofoti berilgan. Ve onun ailesiga vakolatan bu mukofotni Dunyo Uyg'ur qurultayidan bir heyet topshirib olgan edi. Qurultay heyeti Argentinadagi faoliyatining 3-kunida Amerikaning Argentinadagi bosh elchixonasining o'rinlashtirishida Yevropa va bir qism davlatlarning Argentinadagi elchilari va diplomatlari bilan bir yig'in o'tkazgan. Bu yig'inda qurultay heyeti har qaysi davlatlarning elchilari va diplomatlariga Uyg'ur majburiy emgaki, davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik, Xitoyning osmonatsiya qonuni haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga Dunyo Uyg'ur qurultayining 2022-yili Argentina mahkamasiga sungan Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyati haqidagi arzi to'g'risida ma'lumotlar berilgan. Qurultay heyetining Argentinada CADALning yig'iniga qatnashadiganligi haqida xabar topgan Xitoy hukumati Argentina hukumatiga va Buenos Aires shaharlik hukumatiga besim qilgan bo'lib, Buenos Aires shaharlik hukumat oxirida yig'in o'tkaziladigan o'rinning to'xtamini bekor qilib o'tgan. Ammo CADAL Xitoyning besimiga qaramasdan qurultay heyetini bu yig'inga taklif qilib, qurultay vakillariga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini anglatish uchun eng yaxshi fursatlarni sungan. Amerika elchixonasidagi faoliyat jarayonida qurultay heyeti bu masalani kun tartibga olib kelib, Xitoyning chegara qilgan bostirish haqida ma'lumot berib o'tgan va faoliyatning oxirida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining e'lon qilinganligining 10 yillik munosabati bilan tayyorlangan dokladini Amerika elchisi va har qaysi davlatlarning elchilari va diplomatlariga taqdim qilib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining murakkab xalqaro vaziyatda kun tartibdan tushib qolayotganligini eslatib o'tib, Amerika va Yevropa davlatlarining elchi diplomatlarini Uyg'ur xalqi uchrayotgan bu qirg'inchilikqa sukut qilmaslikka chaqiriq qilgan. Qurultay heyeti Argentinadagi faoliyati jarayonida yana Buenos Aires Universiteti qonun fakulteti va kishilik huquq mutaxassislari bilan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Xitoyning qirg'inchilik siyosati haqida suhbat olib berib, qurultayning Argentinada Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyati bilan sudga berilganligi va bu da'voning ilgirlash ahvoli va qanday qilganda Xitoyni jazoga tortish qadamini tezlatkili bo'ladi degan temada suhbat olib borgan. Argentinada elib berayotgan faoliyatlarimiz yaxshi davomlashyapti. Tunugun Amerika elchixonasi maxsus Uyg'ur masalasini muzokara qilish uchun va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qanday qilib to'xtatish va Xitoyni qanday qilib javobgarlikka tortish masalasi ustida muzokara elib berish uchun Kanada va Janubiy Amerika bir qism davlatlarining elchilari va Yevropa davlatlarining elchilari bo'lib 7-8 davlat elchixonalarining elchilarini chaqirish orqali bizga maxsus bir suhbat programma o'rnashtirdi. U yerda bizning Argentinada davomlashayotgan sud haqida bizning advokatimiz maxsus ma'lumot berdi va elchilarmo o'z davlatlari orqali bu mahkamaga qanday qilib yordam qila oladiganligi, bu mahkamaning natijalik bo'lishiga qanday shaklda yordam qila oladiganliklari haqida suhbatlar o'tkazildi va bizga har zaman har qanday vaqtda Uyg'ur masalasini qo'llaydiganligi va Uyg'ur xalqining erkinligini qo'llaydiganligi, Uyg'urlarning irqiy qirg'inchiligini to'xtatishning choralarini izlaydiganligi va har shaklda Uyg'urlarga hissdashlik qiladiganliklarini bildirdi. Butun davlatlarning elchilari bizni nayati samimiy shaklda biz bilan suhbat o'tkazdi. Amerika elchisi bizni maxsus Argentinaning Buenos Airesda turishliq elchixonasidagi o'zining o'ltiroq joyida bizni nayati yaxshi kutib olgan bo'ldi. Onundan keyin Buenos Aires Universitetining huquq fakultetining rektori bizni chaqirdi. Universitetdagi rektor va shu universitetning kishilik huquq markazining direktori va bir qism markazda ishlaydigan va shu universitetda o'qiyotgan va shu universitetda xizmat qilayotgan bir qism yoshlar bilan ko'rishdik. Buning bilan bu faoliyatlarimiz yaxshi davomlashdi va bugunmi
bir qancha millat vakili va bir qancha ommaviy tashkilot rahbarlari bilan ko'rishimiz. Bundan keyin yana davomli bu ko'rishlar bo'lib turdi. Janubiy Amerikada demak bu mahkama orqali boshlangan bu faoliyatlarimiz nayte yaxshi davomlashdi. Dünya Uyghur Qurultayı 2022 Argentina Sot Mahkemesiga Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyati haqida ariz sunish jarayonida Argentina Islom markazidagilar bilan munosabat o'rnatgan bo'lib, bu qitimqi 3 kunlik faoliyat jarayonida yana Argentina Islom markazini ziyorat qilib, ularni Uyg'urlar duch kelayotgan qirg'inchilikni Latin Amerikada tanishtirishda kuch chiqarish haqida suhbat elib berish bilan birga Argentina musulmonlarini dunyoning yana bir uchidagi Sharq Turkistonlik Uyg'ur musulmon qarindoshlarini unutib qolmaslikka, Argentina xalqi va Latin Amerikada yaşaydigan musulmon xalqlarga tanishtirishga da'vat qilgan. Merkezi Buenos Aires'te bo'lgan Latin Amerika Taraqqiyot Merkezi tarafidan, ya'ni qisqacha ismi CADAL deb atalgan bu tashkilot tarafidan o'tkazilgan xalqaro 3 kunlik bir yig'inga, konferansga qatnaştık. Bunun da bu konferans asosiyatdan Latin Amerikadagi har qaysi davlatlardan kelgan mutaxassislar va qatnashchilar bilan iştirak qilishi bilan o'tkazilgan bir yig'in. Bu jarayonda nurg'unlagan Latin Amerikadagi davlatlarning kelgan mutaxassislar bilan qonunshunoslar bilan ko'rishish, jurnalistlar bilan ko'rish fursatlarimiz bo'ldi va yig'in jarayonida Shveysariya, Germaniya qatorliq bir qator davlatlarning elchixonaning diplomatları bilan bu yerda uchrashdik. Ondan keyin yana Argentina musulmonlar tashkilotini ziyorat qildik. Ziyorat qilib, ular bilan bugun Uyg'ur musulmonlari duch kelayotgan masalalar haqida va buni bu yerdagi Argentinada taqriban 500 mingdan ortiq musulmonlar yashaydi ekan. Bularning bu yerdagi tarixi uzun, 500 yildan ortiq bir tarixi bor. Jamoatchilik ichida Uyg'ur masalasini yana qanday kun tartibga keltirish masalasi haqida muzokaralar etdik. Tajovuzchi Xitoyning yangi qonuni e'lon qilingandan keyin Uyg'ur madaniyati va yezgi o'chirilishga boshlagan bo'lib, yaqinda ijtimoiy taratqularda tarqalgan ba'zi uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Turpandan Qumulga boradigan yuqori suratli tosh yo'ldagi yo'l belgilaridan Uyg'urcha yoziq to'sib etilgan yoki elib tashlangan. Bu Xitoy tajovuzchilarining atalmış millatlar ittifoqligini ilgari surish qonuni yo'l qo'ygandan beri izchil turda Uyg'ur tili va madaniyatini texmi tez, keng ko'lamli yo'qotish harakatlarining yuzlagan amaliy misollaridan biri bo'lib, bundan boshqa yana Qashqar, Xotan, Aqsu qatorliq janubdagi shaharlardami ko'chalarda Uyg'urcha viviska taxtaylar elib tashlanib, hatto soqchixona va doktorxona qatorliq o'rinlarga ish bajargili kelganlar Xitoycha so'zlashga majburlangan. Xitoyda yesviliklarni yiroq to'shish jarayonida yangi peti saqlash uchun rak paydo qiluvchi ximiyalik moddaga chilanganligiga oid sin tarqalgan bo'lib, Xitoyning chet ellarga eksport qilayotgan ko'ktatlarining bexatarlik masalasi andish qo'zg'agan. Xitoy ko'ktat, meva va har qanday narsalarga inson hayotiga zarar berishiga qaramay, hormonliq dehqonchilik dorilar ishlatilganligini va ko'ktat, meva va quritilgan mevalarni zaharli gungurt va yoki uzoq saqlash uchun har xil ximiyalik moddalarga chilaydigan bo'lib, navbatda Xitoyning yesvilikni yangi peti saqlash uchun rak paydo qiluvchi ximiyalik moddaga chilganlik haqidagi sin ko'rinishi bu masalaga qaytadan diqqat tortgan. Hürmetli görürmenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.